Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana shu onlayn ishimizda fuqarolarga yaxshilab tushuntirib, miyasiga yetib boradigan darajada tushuntirishga harakat qilamiz. Yana ham xohish o'zlaringda. Biz sizlardan qarz so'ramayapmiz, ehson yo sadaqa bering demayapmiz. Odam bilan bog'liq ish bo'lgani uchun tavsiya qilyapmiz. Ushbu Bifri kompaniyamiz 2018-yilda Anna Mixeyeva tomonidan ixtiro etilgan. Bu vatandoshlar ahamiyat beramiz. Adin ekspert piramida emas. Bifri kompaniyamizda как положено qonuniy registratsiyadan o'tib ishga kirasiz. Mana 58 ta davlatdan hozir 800 mingdan oshdi ahamiyat beramiz. Odamlar qo'shilib daromad qilib kelmoqda. Odamlar ahmoq emas. Mana shu o'z dunyoning qaysi nuqtasiga borishingizdan qat'iy nazar hozir o'zbeklarni uchratishingiz mumkin. Qozoq, Qirg'iz, Turkmanlar ham, Ozarbayjon, turklar o'zbek tiliga o'xshash mana yana bir qayerda bir davlat bor hozir. Uyg'ur Xalq Respublikasi bizday o'zbek tilida gaplashadi. Xullas farqi yo'q, siz dunyoning qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar masofadan boshqariladi. Sensor telefon, internetdan foydalanishni bilsangiz bo'ldi. Masofadan o'tirgan joyingizda boshqarib, agar boshqa ishingiz bo'lsa ham qilavering, qilmang demaymiz. Bu yerdan ham kechqurun vaqtingiz bo'lganda Telegram kanallarimizda 5 minut, 10 minut, bugun bo'lmasa ertaga, erta bo'lmasa indinga kompaniyamiz yana bitta yengillik berdiki, ko'plab menga murojaat qilgan fuqarolar, biz odam chaqirishni bilmaymiz, odam chaqira olmaymiz, odam chaqirish muammo bo'ladi degan fuqarolarimizga kompaniyamiz odam chaqirish majburiyatini ham olib tashladi. Siz chaqirmasangiz men chaqiraman, men chaqirmasam Komil Rajabov chaqiradi, Komil Rajabov chaqirmasa Mama Yusuf Abdujabborov chaqiradi, Zamira Habibullayeva chaqiradi, G'anijon Akiyev chaqiradi, Jamshid To'raboyev chaqiradi. Mana shu etib siz bo'lmasa men, men bo'lmasa u bo'lmasa bu bo'lmasa shu deganday. Kimga qiziq bo'lsa majburiy emas, qo'shilsangiz o'zingiz uchun o'zingiz daromad qilasiz. Baraka topkurlar. Qayta tushuntirishga harakat qilyapman. Bizga sizni pulingiz aslo kerak emas. Davlat qonunchiligida jinoiy javobgarlik bor. Men sizni pulingizni hech qachon yeb ketmayman ham, yeb ketish niyatim ham yo'q. Odamga bog'liq ish bo'lgani uchun tavsiya qilyapmiz. Siz Pagran Nabiyevda yashaysizmi, Machay tog'ida yashaysizmi, Dehqonobodda katta Avjunida yashaysizmi, farqi yo'q. Internet bo'lsa, sensor telefonni ishlatishni bilsangiz, biz sizga o'rgatib, kerakli tavsiyalarni, kunlik qilinayotgan ishlarni batafsil tushuntirib boramiz. Kunlik ish ham birovni tabriklaysiz, kim $150 stolda, kim $300 stolga o'tdi, kimda izdan yangi hamkor keldi, ism familiyasi. Mana shunday tabrik so'zlar, hech qanday qiyin joyi yo'q. Telefon raqamini aytib o'taman: +99 899 775 1181 telefon raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan har qanday ayol erkaklar qo'shilib daromad qilish huquqiga ega. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramdan ovozli xabar qoldiring. Vaqtim bo'lganda javob berishga harakat qilaman. Akmal Jumayev xizmatingizda, sog' bo'ling.